Assalomu alaykum aziz obunachilar. Biz hozir Farg'ona Rishton tumanidamiz. Rishtonda mashinasi 2009-yil 20% kraskasi bor. Oppoqqina mana. Balonlari 12 ekan aka? 12. Buni tashqariga ham chiqara olmadik. Mana shu joyda syomka qilyapmiz aziz obunachilar. Xo'p, salon holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Polik bor, chiqolari bor. Aka, motor ходовой korobkalarchi? 754 ming yurgan mashina. Ustlarda barlargacha bor ekan. Mana. O'z mingan mashina aka, dehqonchilik. Ha, dehqonchilik. Dehqonchilik mashina mana zo'rinishlar. Hech qanaqa tarakchilik emas, boshqa emas, balonlari ham yaxshi, o'rtacha. Aka, 20% kraskasi bor deysiz, qayerlarda bor endi buni? Eshik tomonda, ha, shu yerda kraskasi bor, xolos. Bo'ldi, xo'p. Shu terasi jinday bo'lsa kerak menimcha. Tomda. Tomidami? Nima bo'lganiga. Bularda mashina ochib bering, bitta ko'rsak lekin. Mana ochildi. Xo'p, Kenworth kolonkalar qo'yib qo'yilgan. Ishlaydimi aka, magnitofon kolonkalar? Ha, ishlaydi. Ishlaydi. Bo'ldi. Xo'p, bitta buni chiroyli qilib tonirovka qilish kerak ekan. Keyin mashina yana ham ochiladi. Olgan odam o'ziga mos bo'ladi aka. Ha, shunday. Qarang, buni endi arzonroq qilib bizning obunachilarga bering aka. Baland aytish foydasi yo'q. Bizning obunachilar o'z narxni bilishadi. Shunaqa. Nech bildingiz aka? Buni endi 3700 deymiz, aka. 3700 baland emasmi aka? Ha, endi chek yo'lida kelishamiz aka. O'zlariga kelishtirib berasizmi? Ha, o'zlariga kelishib. Men narxni kesib qo'ymay, ha? 2,5 ming, 3 ming deb narx kesib qo'ymay, o'zlaringiz kesib berib kelsa, ha? Kelishlar. Dehqonchilik qilib ushab, ha? Mana deb, ammo baquvvatgina aka ekan, baquvvat odam olib kelinglar sizlar. Xo'p, aka, 3700 deyapmiz endi buni. Variant, barter, qanaqa yo'llari bor? Ya bizga pul zarilda. Sizga pul zaril. Naqd pulga. Naqd pulga. Faqat naqdga, nasiyaga yo'q, birovga ham yo'q. Yo, naqdga. Bo'ldi. Aziz obunachilar, faqat naqdga sotilar ekan bu mashina. Kelib bir minib ko'rib olishingiz mumkin. Telefon raqami aka? 90lik. 90lik bilan 567 567 1491. 1491. Farg'ona viloyati Rishton tumanida 3700 dan o'tib beriladi. Qolgan ma'lumotlarni agar bermagan bo'lsak, telefon orqali bemalol so'rab olsangiz bo'laveradi.